Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyani başlaştan evvel Uyghur halkının, şundaqla Uyghur halkıga qarindaş bolup otur Asiya ve Küçük Aziyada yaşayotgan Uyghur halkının qarindaşlarının Qurban aytini mübarekleymen, tebrikleymen. Bugünkü leksiyani ötkende sizlerge va'dam boyunca tayyorlab keldim. Uzun bir parça makaledi, men bunu 4 parça leksiya qilib tayyorladim. Vatandaşlar bu abzaslar araya 4 parça leksiya fikirlerini özara seliştirip bir nesige. Mesela 22. günü ve 23. gündün başta Washington'da ötküzülediğin Amerika Qo'shma Shtatlarning Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti o'rtasidagi sohda suhbatining boshlanishi qanday bo'ldi, jarayoni qanday bo'ldi, anda oxirgi natija qanday bo'ldi. Daha bular o'tirg'i chiqmadi. Mushu leksiyadan o'zinglar tahlil qilib, shuning munosabatli fikrlarni tepib ololaysizlarni, hurmatli vatandoshlar. Mavzu mundaq. Xi Jinping putirab turolmaydi. Prezident Trump Jungoni halt ko'chaga qistab kirdi. Mavzuda xabar 8 ayning 16 kun Vanvi torbiyatida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Amerika bilan savdo urushi qilmoqchi bo'ldi. Ikki qatimliq elishish oxirlashdi. Jungo putirab turolmadi. Amerikadan import qilingan po'rchoq mahsulotiga yuqori normalik boj qo'yishni amdili jakarlab turadi. Jungoning eng zo'r miqdorda po'rchoq import qiladigan davlat darajalik shirkati Shandong Rijo guruhi shu hamon gumron bo'lganligini jakarladi. Mana buni biz o'zining putiga o'zi palticha pesh deb ataymiz. Washington Post gazeti Amerika Boeing xalqaro advokatlar o'rni Beijing ish boshqarish o'rnining bosh vakili James Zambermanning so'zi bilan aytib naql keltirib, Prezident Trump Jungoni halt ko'chaga qistab kirishni davomlashtirdi. Hozir Jungoning chiqish yo'li yo'q. Prezident Trump Jungoga o'z xatir qilmadi. Suhbat ustiliga keladigan o'rinmi qoldirmadi. Davomli kuch qo'shish orqali Prezident Trump amaliyotda Jungoning taslim bo'lishini oshkora talab qildi. Biz Zambermanning mushu so'zini sizlarga so'zlagan 3 parcha leksiyada 3 qism misolga keltirdik. Bu biz emas. Aşı leksiyani, aşı xabarlarni yozayotgan yozuvchilar o'zlari. Washington Post gazetasidan buni mushundaq naql qilib oldi. 3 xabarda berildi. Bugun hamda balki bu 4-inchisi bo'lishi mumkin. Mushu bir abzas ma'nilik so'z bo'lishi kerak. Endi davomlashtiramiz, hurmatli vatandoshlar. O'xshashda bir vaqtda Shangang janubdan Sahari gazeti Jungoning prezidenti Jungo Prezident Trump'dan yengilganligini tan elishi, savdo urushida ziyonni azaytish kerak mavzuliq maqola e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika savdo urushi o'rlayotganda Jungoning iqtisod taraqqiyoti ostilab ketdi. Amerika Yevropa Jungoning mablag' solishini cheklagan bir payt bo'ldi. Mushu vaqtda Jungoning ichki qismida ba'zi munozaralar boshlandi. Ko'pchilik shunday tonib yetdiki, Jungoda qattiq qo'llar bundan burun tuzib chiqqan dasturlar, siyosatlar qomlashib kelmadi. Beijing strategik siyosatni o'zgartirishga ehtiyojli edi. Jungo uchun aytganda Prezident Trumpning g'alaba qilganligini jakarlashga yo'l qo'yish qiyin bir ish edi. Nima deydi? Prezident Trumpning bu qatim qisqagina muddat ichida, qisqagina elib bo'lgan soatida, hozirgacha qisqagina elib bo'lgan soat urishida g'alaba qilganligini Beijingning jakarlashi bu Beijing uchun aytganda qiyin edi, bir perişan bir holatga tushib qolishi mumkin edi.
Lekin ba'zi chaqda ziyanni azaytish eng yaxshi tanlash bo'lib qoladi. Xi Jinping ichki va tashqi vaziyatni butunlay xato mo'ljallaydi. Faqat Amerika va G'arb lageriga nisbatan aytgandimi? Prezident Trumpning g'oyasi, irodasi to'g'risida Xi Jinping xato hukm qildi. Amerikada ikki partiyaning Cumhuriyetçiler Partisi ve Demokratlar Partisining ve hakimiyet sirtidagi partiyaning hozir hakimiyet sirtida turayotgan Demokratiya Partisining o'rtaq g'azablanganligi to'g'risida Rais Xi Jinping xato hukm qildi. Amerika xalqining tavranmas irodasi va xalq ra'yi, vatanparvarligi to'g'risida Xi Jinping xato hukm qildi. Bo'libmi G'arb dunyosi davlatlarning qadr-qimmat to'g'risida nihoyat mustahkam ittifoqdoshlik munosabati to'g'risidami Rais Xi Jinping xato hukm qildi. Bu to'rt xil xato hukm qilish Jungo mutaxassislari, Jungoning aloqador matbuotlari va G'arb dunyosida solchi matbuotlar, sol qanot matbuotlar tarafidan 3 xil xato yetaklashning natijasi bo'lib oxirlashdi. Shundaqla balki navbati Jungoda mustabid tuzum sharoitida mushu xil siyosiy mintaqaning kengayishining muqarrar natijasi bo'lib qoldi. Xato hukm qilishlar hozirgi mustabidizm Xitoy siyosiy tuzum sharoitida bu texnik kengayishning bir natijasi bo'lib qoldi. Xi Jinping 3 xil xato yetaklashning boshlanish nuqtasi va oxirlashish nuqtasidir. 3 xil xato yetaklashning boshlanish nuqtasi Rais Xi Jinping, oxirlash nuqtasi Rais Xi Jinping. Mustabidizmning nihoyat nozik bir tarafi shuki, mustabid kishi yoki mustabid davlat rahbari o'zi ham ziyonkashlik qilg'ichi, o'zi ham ziyonkashlikka uchrag'uvchi kishidir. Yoki o'zi ham ziyonkashlik qiladigan va oxiri o'zi ham ziyonkashlikka uchraydigan kishidir. Yani ofatning boshlanish nuqtasi va ofatning oxirlashish nuqtasidir. Xi Jinping davriga yetib kelganda, garchi xo'jayin qudrat topqayli deb chaqiriq qilgan bo'lsa-mu, masalan Xi Jinping davriga yetib kelganda xo'jayin Xi Jinping o'zi qudrat topayli deb chaqiriq qilgan bo'lsa-mu, qullar, xushomadchilar uchirib maqtab iqtisodiy mozg'ab paydo qildi. Neticede şu mazgapga asaslanıp Jungo özünü çağlamay Amerikadan eşip kettik deydigan nazariyani adab tarqitishga başladı. Xi Jinping shamalda uçkan leylektek lapangishib Amerikaga qilichini yalang'ochlab Amerikani o'rin bo'shatishga majburlaydigan vaqt keldi deb chaqladi. Dikkat vatandaşım. Xi Jinping shamalda uçkan leylektek lapangishib Amerikaga qilichini yalang'ochlab Amerikani o'rin bo'shatishga, ya'ni dunyoviy rahbarlik o'rnidan o'rin bo'shatishga majburlaydigan vaqt keldi deb chaqladi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandaşım.